Bismillahirrohmanirrohim. Hazrati Muoz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytadilar: "Kuntu ridfan nabiy sallallohu alayhi va sallam fi ba'irin lah, laysa bayni va baynahu illa muakhkharatur rahl." Bir kun men payg'ambar alayhisolatu vassalom bilan bir hachirga mingashib ketdim. Men bilan u zotning o'rtalarida faqat egarning ko'tarilib turgan qirog'idan boshqa narsa yo'q edi. Ya'ni shunchalar yaqinmiz. Shunda yo'lda ketarkanmiz payg'ambar alayhissalom menga dedilar: "Ya Muoz, atadri ma haqqallohi ala ibadihi va haqqul ibadi ala Alloh?" Ey Muoz, bilasanmi? Alloh taoloning bandalar ustidagi haqqi nima-yu, bandalarning Allohdagi haqlari nima? Qultu Allohu va rasuluhu a'lam. Dedimki, Alloh biladi va uning rasuli biladilar. Ya'ni men bilmayman dedim. Shunda dedilarki: "Va inna haqqallohi ala ibadihi an ya'buduhu min duni an yushriku bihi shay'a." Allohning bandalar tepasidagi haqqi ular unga biron bir narsani sherik keltirmasdan yakka yagona deb ibodat qilmoqliklaridir dedilar. Va bandalarning Alloh taolodagi haqlari esa unga biror narsani sherik keltirmasdan ibodat qilayotgan bandalarini azob qilmasligidir deb marhamat qilgan ekanlar. Ya'ni Allohning bandalar tepasidagi haqqi bandalar uni yakka yagona deb zotida, sifatida, fe'llarida biron bir shirikdan xoli deb ibodat qilishlari bo'lsa, Xudoning haqqini berdilarmi? Endi Xudoda ham bandalarning haqqi bor ekan. U nima? Alla yu'azibu man ya'buduhu min duni an yushriku bihi shay'a. Unga biron narsani sherik keltirmasdan ibodat qilayotgan bandalarini azob qilmasligidir deb marhamat qilgan ekanlar. Shunda Hazrati Muoz aytadilar: "Ya Rasululloh, avsini, menga bir vasiyat qilib qo'ying." Ya'ni vasiyat bu joyda nasihat ma'nosida. Menga bir o'git bering, bir nasihat qiling deb so'radim. Shunda muborak qo'llari bilan tillariga ishora qilib yoki mening tilimga ishora qilib, "Kuffa alayka haza." O'zingning zararingga bo'lgan mana bu a'zoyingni saqlagin dedilar. Ya'ni nasihat qiling desalar, tilingni saqla degan ekanlar. Tilingni saqla demadilar-u, zararingga bo'lgan mana shu a'zoginangni saqlagin dedilar. Shunda dedimki, dedilar: "Va hal nu'akhazu bima natakallamu bihi ya Rasululloh?" Ya Rasululloh, hali biz tilimiz bilan gapirgan narsalarga ham javobgar bo'lamizmi? Ya'ni tilingni saqlagin deyapsiz, gapirgan gaplarimizga ham javobgar bo'lamizmi deb so'radim. Hayron bo'lib dedilar. Shunda dedilarki: "Sakilatka ummuka va hal yukibbun nasa fin nari ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Onang topmagur ey Muoz. Ya'ni arablarda shunday bir duo bor. Onang seni yo'qotib qo'ygir ey Muoz. Qani menga aytginchi, axir odamlarni do'zaxga yuzimchasi tillari bilan to'plagan gunohlari kirgizmasa, boshqa qaysi narsa kirgizsin deb aytdilar, dedilar. Ya'ni Hazrati Muoz bu yerda til bilan ham gapirgan gaplarimizga gunoh bo'ladimi, javobgarmizmi deb hayron bo'lganlariga, axir odamlarni do'zaxga betimchasi ya'ni tillari bilan qilgan gunohi olib kirmasa nima olib kiradi deb marhamat qilgan ekanlar. Bundan murod tilning oqibati, uning ofati qanchalar yomon ekani inshaalloh ma'lum bo'ladi.